Andijondagi masjidda portlash bo'ldi. Donald Tramp Eronni bombardimon qilish bilan tahdid qildi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari Xo'jandda uchrashdi. Bugun 31-mart kuni Tojikiston poytaxti Xo'jand shahrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov o'rtasida uchrashuv boshlandi. Bu haqda Tojikiston rahbarligining matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, uchrashuv avvalida Tojikiston rahbari Emomali Rahmon qo'shni davlatlar rahbarlarini samimiy qutlab, ularni Navro'z bayrami bilan yana bir bor tabriklagan. Biz Tojikistonda Qirg'iziston va O'zbekiston bilan yaxshi qo'shnichilik, teng huquqlilik, hurmat va o'zaro manfaatlarni hisobga olishga asoslangan munosabatlarni yuksak qadrlaymiz, degan Tojikiston rahbari. Shu bilan birga Emomali Rahmon Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida uch davlatning davlat chegaralarining tutash nuqtasi to'g'risidagi shartnoma imzolanganini juda muhim voqea deb baholagan. Qolaversa, davlat rahbari ittifoqchilik munosabati to'g'risidagi shartnoma imzolangani va bu haqda tasdiqlovchi maktublar almashilganidan mamnunligini bildirib, ushbu tarixiy hujjatning imzolanishi bilan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarda rivojlanishning sifat jihatidan yangi bosqichi boshlanganini alohida ta'kidlagan. Emomali Rahmon o'z nutqi so'ngida uch qo'shni davlat rahbarlarining bugungi uchrashuv yakunlari do'stlik, yaxshi qo'shnichilik munosabatlari, o'zaro anglashuv, hurmat va ishonchni, shuningdek mamlakatlar va qardosh xalqlar o'rtasidagi konstruktiv va samarali hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonch bildirgan. Donald Tramp Eronni bombardimon qilish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron yadro quroli bo'yicha kelishuvga erishmasa, misli ko'rilmagan bombardimonlarga duch kelishi muqarrarligini aytdi. Bu haqda u 30-mart kuni NBC News'ga telefon orqali bergan intervyusida ma'lum qildi. Nashrning yozishicha, Eron Qo'shma Shtatlar bilan yadroviy qurol ishlab chiqish bo'yicha kelishuvga erishmasa, misli ko'rilmagan bombardimonlarga duch keladi. Oq uy rahbari Tehronga harbiy harakatlar bilan tahdid qilgan. Agar ular bitim tuzishmasa, bombardimon bo'ladi. Bu ular hech qachon ko'rmagan bombardimonlar bo'ladi, deya ogohlantirgan Oq uy rahbari. O'z navbatida Eronning IRNA davlat agentligi Eron prezidenti Masud Pezeshkianning Trampning yaqinda yo'llagan maktubiga javobi haqida xabar bergan. Uning ta'kidlashicha, Tehron Washington bilan muloqotga ochiq, biroq vositalar orqali. Garchi javobda ikki tomon o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish imkoniyati istisno etilsa-da, unda bilvosita muzokaralar uchun yo'l ochiqligi aytilgan, deyiladi xabarda. Qo'shimcha qilinishicha, muzokaralar jarayonining davom etishi Amerika tomonining xatti-harakatlariga bog'liq. Andijondagi masjidda portlash bo'ldi. 31-mart kuni Andijon viloyati Isboskan tumanida joylashgan masjidda gaz portladi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Bildirilishicha, soat 12:19 da Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Ahmadali Hoji Jome masjidida havo gaz aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgani haqida Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Xabarga asosan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati va mas'ullar hodisa joyiga yetib borgan. Vaziyat esa to'liq nazoratga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida 6 nafar fuqaro tan jarohati olgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etilishini bildirdi. Viloyat hokimligining ma'lum qilishicha, portlash oqibatida tahoratxona binosi qulagan. Hodisa sodir bo'lgan joyda viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov boshchiligida barcha mutasaddi mas'ullar yetib borgan. Hozirda vaziyat to'liq nazoratga olingan. Eslatib o'tamiz, 12-mart kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan ko'p qavatli uylarning birida gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan va buning ortidan yong'in chiqqan edi. 27-mart kuni esa Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi 5 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan xonadonda to'planib qolgan tabiiy gazning chaqnashi oqibatida portlash sodir bo'lgan.